Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Qadrdon, omonmisiz? Alhamdulillah, yana bir go'zal ijodni o'z nihoyasiga yetkazdik. Xo'p, Toshkent Kelesda mana shunday eng ajoyibi barpo bo'ldi xullas. Alhamdulillah. Xo'p, logotipimiz O'choqchi Muhiddin. 1 metrli stolimiz qadrdon. Xo'p, moykamiz 45 ga 65 lik, eng kattasi xudo xolasa yetadi inshaalloh. Keyin mana bu 5 konforkali gazimiz, bittasi tokli. Qolganlari o'sha gazga. Propan, metan farqi yo'q. Keyin 22 litrli qozonimiz. Xo'p, akamiz uydagi gaz juda bunaqani yaxshi ko'rar ekan, joyi bemalolligi uchun qozonni atrofini shu yarim metr qilib katta qilib ketdik. Ertaga mana to'g'rashtirganda, tayyorlaganda juda qulay bo'ldi. Boshlarda pishirib oldik qozonda. Keyin mangalda shashliklarni ham qilib oldik. Mangalimiz o'sha 20 talik mangalimiz. Keyin mangalimizga fishkalarni zo'rlarini qilib ketdik. Xudo xolasa o'sha 3 v 1 uchtasi birda pishiradigan kichkinasi, kattasi setkada. Keyin simlarni qo'yib ketdik, 6 li simdan, qattig'idan. Xullas pishirasiz. Xo'p, 20 tani tepaga olib turasiz ozroq. Qolgan keyingisini qo'yasiz va mamasi issiq turaveradi xullas. Hammasini 35 ta shashlikni birdan chiqarib yuborsa bo'ladi. Keyin yana bir fishkani zo'ri svet o'rnatib berdik. Yoqamiz bemalol maza qilib ko'rib, qanaqa holatda pishirishingizni ko'rib turasiz inshaalloh. Lekin gapni ochig'i o'zim pishirdim, maza qildim lekin. Xo'p, keyin 60 litrli qozonimiz. Qozonimiz ham o'sha yarim metrlik rabochiy stollari bilan yonida. Bemalol mana bu yerga o'sha kapkir, tovoqlar, kosalarni qo'yib terib olsa bo'ladi. Juda zo'r chiqdi. O'tin sovoring. O'sha 18 talik tandirimiz. Tandirda ham bir silay somsalarni yopib, chotki qilib oldik. Keyin tandirni zo'r qilib pishirdik inshaalloh. O'ta bir zo'r bo'ldi. Xudo xolasa bu oilaga inshaalloh juda uzoqlarga yetadi. Xo'p, tandirni yoniga o'sha 1 metr oshiqroq savat qo'yishga stolimiz. Va eng ajoyibi mana. Qadrdon pampeyski pechimiz. Inshaalloh buni ham ancha bo'lganda qilmaganimizga yana boshqatdan yana bitqizdik. Xudo xolasa juda ajoyib chiqdi bu ham. Juda zo'r. Xo'p, eshiklarni o'rnatdik. Gradusliklarni qo'ydik. Bunga ham bitta svet qo'ydik. Lekin gapni ochig'i svet pampeyskining ichiga bo'ladimi, yo'qmi to'shni bilmaymiz. Bo'lsa bo'ldi, o'rnatdik. Inshaalloh bo'lsin. Bu issiqqacha bersin. Har doimgidek yana bir zo'r fishkamiz, avvalgi burchagimiz. O'ta zo'r. Keyin mana e'tibor bergan bo'lsalaring, mana svet qo'yib ketdik. Svetni ham g'ishti o'zidan kesib, chotki qilib, rosa skriti qilib, chotki qilib o'rnatdik qadrdon. Inshaalloh hali kech paytga zo'r vid beradi xullas bu ham. Mana shundoq. Xo'p, Allohga shukr. Ana endi asosiy badiiy qism deydi-ku. Narxlarni birma-bir aytib o'taman. Xo'p, qarang qadrdon, moykamiz 1 metri 1 million so'm xizmati. Materiali bilan bo'ladigan bo'lsa 4 million so'm, mana 2 metr hisobida bo'ladi. Xo'p, gaz plitamiz mana shunday zo'ridan inshaalloh. Kafillarga metallogranitdan, qorasi o'zi bilan. Keyin blesklari zo'ri. Xo'p, gazimiz 5 million so'm chiqadi. Yonida yarim metr 1 metr rabochiy stoli bilan. Joyizga qarab yana ozroqgina rabochiy stol qo'shib beramiz.
Xo'p, qozonimiz qopqoqlari bilan, qimmat qopqog'i bilan qozonni o'zi eng yaxshisi. Mana bu eshiklarning eng yaxshisi inshaalloh. Yana o'sha eng yaxshi metallogranit, ichlariga agnoporniy g'ishlari bo'ladi. Xo'p, qozonimizning o'rni 2,5 million so'm xizmati, materiali bilan 5,5 million so'm bo'ladi qadrdon. Endi mangalimizga kelamiz. Mana shu holat mangalda o'sha облицовочный g'ishlari, yana o'sha yaxshi eshiklari, polniy agnoporniy g'ishlari, o'sha tepasigacha mo'rini urib chiqarib, hammasini chotga qilib, tepani ham yomg'ir o'tmaydigan qilib, zo'r qilib izolyatsiya qilib, tayyor holatga keltirib beramiz. Xizmatimiz 6 million so'm mangalimiz, materiali bilan bo'ladigan bo'lsa 10 million so'm qadrdon. Shu holatda. Bu qozonimiz ham xuddi shunaqa, xullas 100 litrlik qozongacha bir xil narx, 5,5 million so'm hamma qozonga 100 litrlikka amal qiladi. Tandirimizga kelsak, tandirimiz shu 18 talik bo'ladi. Mana shu holatda tandirlari ham o'zimizdan, ham zakaznoy tandir olib kelamiz inshaalloh. Kamida 10 yil xizmat qilib beradi, eng kamida. So'r qilib pishirib beramiz. Xo'p, tandirimizning narxi xizmati 2,5 million so'm. Materiali bilan bo'ladigan bo'lsa, mana holatda bo'lsa, mana tunuka zontik o'rnatib berib, yoqib pishirib berish xizmati 2,5 million so'm. Shu tunuka zontigi bilan bo'lsa 5,5 million so'm. Keyin yana bir tandir qilyapmiz, ko'rayotgan bo'lsalaring. Mana g'isht zontigi g'isht o'zidan. U torchi eng zo'ri, xudo xolasa, mana tepalardan umuman qoraytirmaydi. Zo'ri xullas. Uniki tandirimizning xizmati 6 million so'm, materiali bilan 10 million so'm chiqadi qadrdon. Mana bu stollarimizni o'zi deylik, stolimizni o'zi. Aytdim, mehnati 1 million so'm, materiali bilan bo'lsa 2 million so'm bo'ladi. Ana endi pampeskimizga keldik. Mana shu holat. Ichiga polniy agnoporniy bilan bo'ladi, bilasiz. Mana bu mozaikalari bilan shuvoqlari, stiklavatalari, tagida shisha, o'sha agnoporniy g'ishlari, oblisovkalari. Xo'p, xizmatimiz bu 1 metrlik diametrda xizmatimiz 8 million so'm, materiali bilan 6 million so'm, 14 million so'm bo'ladi pampeskimiz. 1 metrlik diametrda qadrdon. Mana bu stolimiz ham xuddi shunaqa, boya aytib o'tdim. Metri 1 million so'm, xizmati bilan, materiali bilan 2 million so'm bo'ladi. Xullas, mana shu holat qadrdon. Qani orqadan bitta sinab olamizda. Orqa fondan. Yo'q. Agar jichcha hijolat bo'lyaptilar, lekin inshaalloh akamdagi rostdan, действительно rostdan o'ta biraligi yonib chiqdi. Bomba bo'lib chiqdi inshaalloh. Mana shoflarga, hammasiga bir chiroyli bir e'tibor berib qo'yasizlar. Mana oshiqcha gapirish yo'q, mana jichcha muzikalniy tanaffus. Holat mana. Xo'p, mana torchlari inshaalloh qadrdon pilisos holatda bo'ladi. Eng zo'ri. Yana havo kanallar qo'yamiz. Havo kanallarining hisobiga mo'rimiz tez to'lib qolmaydi xullas. Juda uzoq yil to'lmasdan yana xizmat qilib beradi. Bo'ldi. Mangalga tutinglar. O'sha tepasiga ozgina joyga o. Mana shunday qiling. Mana shu holatda. Agar ichini yoqadigan bo'lsak, yana ham dahshat bo'ladi. Xo'p, kichkina qozonimiz yoqmadigan buni. Kecha o'sha pishirib tayyor holatga keltirib oldik buni. Bu o'zi tortishi zo'r. Mo'ri bittaligini hisobiga inshaalloh zo'r tortadi. Yana agar yonadigan bo'lsa, yana ham kuchli inshaalloh. Xo'p, qadrdon, kimga shunaqa sifatli, go'zal xizmat kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Inshaalloh xizmatdamiz. Xo'p, razmerini aytib ketay aytgancham. Razmerimiz 3 metrga 10 metrmi shunaqa joy bo'ldi, lekin o'ta bir dahshat bo'lib tushdi. Uzundan uzun mazza qilib
mazza qilib ish qiladigan bo'ldi xullas. Xo'p, qadrdon sog' bo'ling, salomat bo'ling, Alloh panohiga bo'ling. Inshaalloh siznikida ko'rishaylik. Vaqtingizga rozi bo'ling.